Get ready with me universitet. Maktabdan ko'ra universitetni bitta zo'r tarafi bu darslar soat 9 da boshlanishi. Hozir soat 7:30 va men hech qayerga shoshmasdan tayyorlanishim mumkin. Bu maskadan keyin yuzimga XSYdan toner ishlatamiz. Keyingisi bu ko'z atrofi uchun XSYdan krem. O'zim har doim shunaqa get ready with me va shunaqa formatdagi videolarni olishni xohlardim. Chunki qiz bolalarni aynan shunisi uchun men kuzataman va это мне o'zimga удовольствие bergani uchun sizlarga shunaqa formatda olishga qaror qildim. Hozir yangi chiqqan prishlarimga ahamiyat bermang, lekin aynan shu sivrikka Dark Spot Correcting Glow Serum prям 5% niacinamid bilan boshida post akne qolayotganda o'ylayotgandim, shunchaki menga shunaqa tuyulyapti. Lekin o'rtoqlarimdan keyin so'rab surishtirsam va ota-onamdan ham ular ha rostdan ham kamaygan va ancha dog'laring yo'qolgan deyishdi. Aynan post akne va yuz toni haqida gapiryapman. Siz shunchaki screenshot qiling, chunki menda ham уже qolmadi. Xudo xolasa yangi upakovkasini ochamiz. Men bu sivrikani ertalab ham kechqurun ham ishlataman va o'ylaymanki, biron mana rostdan ham foyda berishi, uni anchadan beri juda ham yomon odatim bor. SPF ni обновлять qilmayman. Bitta ertalab surdimmi, shu bilan bo'ldi. Как будто butun umrim quyoshdan saqlandim. No нет. Avval o'ylardim, agar SPF oq bo'lsa, значит, u дешевый SPF, lekin yo'q, sostavlar har xil bo'lar ekan. Bittasi ximический, bittasi физический. Adashmasam bu SPF hozir menda физический. Shu sababli ozgina oqararkan, это естественный holat ham ekan. Endi yuzim zo'r bo'ldi deb hammaga maqtanayotganimda, сразу maqtanmagan deb chiqishdi, потому что mana как видите, обсыпать qildim. Ammo shunga qaramasdan, nima kechasi bilan biz shokolad yeymiz. Kecha ustozlarga sovg'a oldik. Men o'yladim, nimaga har doim biz hammaga sovg'a qilamiz-da, lekin при этом коробкасini o'zimiz ochib ham yemadik-da. Я думаю, это нужно исправлять va digital bo'lib qoladi. Целая коробка shokolad. O'zi unaqa qimmat narsa emas, no. Bugun tadbir, shu sababli prishlarimni yopishim kerak deb o'ylayman. Keyingisi bu bizda fiksator для brovей Sensoul. Ozgina rumyani surtmoqchiman, bu esa bizda Lux Visajdan. Maybelline'dan Sky High. Bu tintni siz ham bilsangiz kerak, Lux Visajdan. Menda 0 оттенка. Я думаю, это самый лучший тинт на свете просто. Bu esa bizda Taishi balzam. Men buni Zamartdan olgandim. Всего лишь 30 mingga, и bu ham narxiga stoy. Juda barmog'imda tayt qiladi. Look this. Ana endi sochimni tarab olmasam bo'lmaydi va men qanaqa obrazda tarayman, taroqni olaman deb o'zim yaxshi ko'radigan aromatdan 3 marta sep. Keyin tarayman, o'shanda siz yaxshi ko'radigan aromatingiz sochingizda qoladi. Har doim ko'rsatganim makadami kamali, lekin buni nimasi yomon? 2-3 soatdan keyin o'sha hidi qolmay ketadi. Shu sababli men Hoho marketdan kichkina travel nabor olgandim. Bu yerda sepadigan narsasi bor. Hozir aynan shu aromatni unga переливать qilamiz. O'zi bu mana shunaqa katta narsa. Ну, все получилось как-то вот так. Sochimni esa mana shu narsa bilan yig'amiz. Это просто раритет моего детства, lekin bu hozir yangicha talqinda, ya'ni тут с камешками, и я думаю, это очень красиво. E'tiboringiz uchun va ertalab men bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Ikkinchi Telegram kanalim hamda menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.